Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga O'zbekiston xalq yozuvchisi Abdulla Qahhorning O'jar nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Zukko kitobxonlar allaqachon Abdulla Qahhorning bir necha sahifali o'lmas hikoyalar yoza olish qobiliyati bo'lganini bilishadi. Bir jihatdan adib shu xislati bilan boshqa hamkasblaridan ajralib turadi. Uning asarlari bir nafasda o'qilishi bilan kitobxonlarga hamon manzur bo'lib kelmoqda. Ushbu to'plamda adibning Oltin yulduz qissasi, Yangi yer pyesasi hamda O'jar, Bashorat, Yillar, Bek, Ayb kimda singari bir qator hikoyalari o'rin olgan. Aziz kitobxonlar, ushbu kitoblarni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.